Assalomu alaykum qarindoshlar. Men hozir naq maydon voy qarindoshlar nima texnoloji nemisi bo'lg'achqa biroz kechirsizlar. Ko'nglimga kerak chiqib o'tibdi. Tamom qarindoshlar. Biroz nima bo'lib qoldi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlarim. Biroz afsuslik bo'lib qoldi oldida. Kechirsizlar bu bir narsalarni ekranga etib turib qarindoshlar bilan yuz turani bir narsani ko'rsatib turib gap qilman deyish bu texnologiyaga o kadar ko'namidimki oxiri bizmi naq maydon qilgan bir narsalarni tushirib qilishga majbur qoldik qarindoshlar. Shunga biroz o'rgangicha biroz xatoliklar bo'lib ketdi beshida. Shuni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Aldı bilan hammalarga bir qitim o'qiq salom qarindoshlar. Bu qitim xabarni qilib qo'yamasdan jiddiylanib chiqib qoldim. Maqsad shu aldin qitim deb qo'yib bir jiddiy ish sababidan qilinmagan vaqtida qilinmagan va'damni bir nesi qoldirib qo'yman shuni tugitib o'tish. Hammalardan xabar bo'lgandek bundan bir hafta mushkapti burun Hakan Fidanning Sharq Turkiston ziyorati to'g'riliq bir nima qilman degandim. Bir naq maydon qilaman degandim. Shunga uni qilolmay qoldim bir jiddiy ishim chiqib qolgan sababli. Shuning uchun qarindoshlar, men bugun shuni qilib o'tay deb naq maydon qilyapman. Bugun Hakan Fidanning Sharq Turkiston ziyorati to'g'riliq so'zlayman. Ekranda bir narsalarni etib turib so'zlashga tirishaman. Shuning uchun men yangi narsani qildim, naq maydon qilgan. Shunga bu qanday bo'ladi bilmayman. Allohga emanet qarindoshlar. Sinab bakma. Agarda mesaj yazsanglar, inkaslar yoki savollarni yazsanglar bir yanda ko'rib turman deyman. Shun ovoz bor yo'q demisizlar yoki savollar bor demisizlar qarindoshlar. İnkaslar bo'lsa, yangi yozaversanglar, men shunga qarab javob berishga tirishaman. Bugun ham texnik xodim ham so'zlovchi o'zim bo'lg'achqa biroz afsusroq bo'lib qolishi mumkin. Shuni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Oldin xabarni qilib qo'yamay boshlaganligimdan yana bir qitim uzr so'rayman qarindoshlar. Unda bo'lsa bugungi temani boshlab ketdik. Bugungi tema qaysi kuni sizlarga va'da berganimdek Hakan Fidanning Sharq Turkiston ziyorati to'g'risida bir analiz qilaman degandim. Shuni qilolmay qoldim. Shuni bugun qilib o'tiribdim qarindoshlar. Shunga oldi bilan bu Türkiye'nin Tashqi ishlar ministri, yeni Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Xitoyni ziyorat qilish jarayonida Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini ham e'lon qildik. Ondan keyin bu ziyorat to'g'risida har xil analizlar bo'ldi. Bo'libmi bizning Sharq Turkiston muhojirtida ba'zi bir analizlar bo'ldi. Men beshida bu Hakan Fidanning Sharq Turkiston ziyoratida Uyg'urlarning analizida deyilgan nima uchun Qashqarni tilga oldi? Ya'ni Qashqar Urumchini tilga oldi. Bu nihoyatda biz uchun foydali degan qarindoshlar var. İşte analiz qilgan. Ondan keyin ko'k qilishda qapti Sharq Turkistonga bir gönderme deganlarmi bor. Ammo o'sha ko'k qilishni men tilga olishimning ma'osh yo'q deb o'ylayman, chunki Xitoyni taqapti bir balalarcha gapdan boshqa narsa emas. Ammo mening muhim bir haqiqiy buni nima uchun dedi, buni nima uchun dediga kirishdim burun. Nima uchun Qashqar bilan Urumchi Türk medeniyeti, ya'ni Xitoyning medeniyetiga to'kib qo'shgan Türk ve Türk medeniyet shaharlari dedi. Qadimiy Türk medeniyet shaharlari dedi. Deganga bir tushuncha berib o'tib ketay oldidan. Türk birincisi Hakan Fidanning degani xato. Çünkü Qashqar tamam qadimiy Türk medeniyetining bo'shigi bo'lgan bir shahar. Ama Urumchi unda qadimiy Türk medeniyetining bo'shigi bo'lgan shahar emas, qadimiy shahar emas Urumchi. Urumchi Dehua deb Xitoylar shakllantirgan bir shahar. Shunga Hakan Fidanning demoqchi bo'lgan gapi zaten xato edi. Qashqar bilan Urumchini Türk medeniyetidagi rolida o'xshash o'ringa qo'yish bu tarix bilmaslikdan boshqa narsa emas qarindoshlar. Qashqar necha ming yillik shahar, Urumchi undaq emas. Bo'libmi Türk medeniyetidagi o'rinda. Endi nima uchun Hakan Fidan bu yaqin gapni qildi Urumchi va Qashqar bundaq muhim shahar deb deganda
Men buni Şərqi Türkistanlıqlarga bergen signal dep qaramayman. Men buni Mao AK Partiyanın hazır ekranda kögününglardek maqaytım Türkiye'deki yerlik saylamlarda AK Partiya nəhayət ağır futur verdi. En asaslı şehirlerini futur verişten sırt yana umum avazda AK Partiya tuncu qitim kurulğundan tartib hazırgacha tuncu qitim ikinci partiya oruna uçup kaldı. CHP aldığı ötüp ketdi. Nima uchun AK Partining qo'llovchilari sanduqqa bormidi, bilet tashlamadi bu qitim deganda ikki tane sabab asos ko'rsatildi. Birinchisi hozirgi iqtisodiy ahvol, hozirgi iqtisodning nacharligi. Ikkinchisi AK Partiyaning Isroilga tutuminingdagi samimiyatsizlik va ikkiyuzlamachilik. Ya'ni Isroilga Falastinni bombardimon qilayotganda AK Partiyaning bo'libmi Erdo'g'anning o'g'li Burak Erdo'g'anning paraxotlarining İsrailiyəyə əsgərlərə qışlıqlara su ötməydiğən tayt deydi. Hem de Uygurların düşündüğün gibi vücutlarında Şenko yani. İsraililiklər Palestinliklərini İsrailiyanın əsgərlər qırıb öldürüb atqanda Erdoğan'ın oğlunun paraxotları İsrailiyə əsgərlərə su ötməydiğən Şenko toşağan gibi. Yeni birisi Məscid-i El-Aqsani qorşuğan tosaq simlar var. Şu simlarını şu AK Partilik ticaretçiler İsrail'e satqan gep. Bularning hammasi xabarlarga chiqqandan keyin hozir bu xabarlarning hammasini o'chirgizib etdi. Turkcha xabarlarning hammasini Erdo'g'anning hukumati. Ammo bu saylanma nihoyat cho'ng ta'sir qildi. Ya'ni Erdo'g'anning saylovchilari Erdo'g'anning Falastin masalasidagi va Al-Aqsa masalasidagi ikkiyuzlamachiligini og'zida İsrailiyani tanqid qilamiz degan bilan amaliyotda AK Partilik tijoratchilarning İsrailiyaga har xil narsalarni davomli setib turganligi, hatto İsrailiyaning aeroplanlari va paraxotlar, urush paraxotlariga benzinnimi Turkiyaning Erdo'g'anning shirkatlari, Erdo'g'anning o'g'lining shirkatlarining benzin quyib turganliklari bular xabarlarga chiqqandan keyin AK Partiyaning uturishidagi ikkinchi asosiy sabab bo'lib qoldi bu saylamda. Shuning uchun birinchisi iqtisod, ikkinchisi Falastin masalasidagi ikkiyuzlamachilik sababidan AK Partiya futadi. Bu qitimqi yerlik saylamda. Şuna Qashqa va Urumchini yag'andan bo'lsa-mu tilga ilishining sababi bu Sharq Turkistonliklarga yoki Xitoyga va Sharq Turkiston to'g'risida bergan mesaj deb qaramayman shaxsan men. Bu faqat Turkiyaning AK Partiyasining o'zining Turkiyadagi taboniga Falastin masalasidagi yuzsizligi sababli o'ziga bilet tashlamagan o'zining qo'llovchilariga qaranglar biz xuddi saylamda futur bo'lib Isroiliya bilan barliq tijoratlarni keskinidek Xitoydimi biz Sharq Turkistonni unutqanmidik deb bu Qashqa va Urumchini xato holda tilga ilishi, abay deganimdek Urumchi qadimiy turk madaniyat shahri emas. Xato tilga ilishining sababi o'zining qo'llovchilariga bergan mesaj deb qarayman men. Sharq Turkiston bilan hech qanday aloqasi yo'q bu mesajning. Oldi bilan buni da'vatgandan keyin endi Xitoy bilan Turkiyaning munosabatiga tezlan bir qarab o'tib ketamiz qarindoshlar. Ya'ni ji qadamlar deydi bu iqtisod sabablik bizni mushtaqiyatidi. İqtisod, tijorat. Amaliyotda biz qaraydigan bo'lsak, mana bu 2023-yili Dünya Bankasının nemisi bo'lishi kerak. Manbasini unutib qoldim. 2023-yili Turkiyaning import va eksportiga qaraydigan bo'lsak, Turkiyaning eng jiq import qilgan ikkinchi cho'ng davlati, ya'ni Rossiyadan qolsa, ikkinchisi Xitoy. Mana o'ng tarafdagisiga qarasanlar 44 milyard dollarlik narsa import qildi. Ama sol tarafdagisi olsa Türkiye'nin eksporti. Yani eksport qilgan eng cho'ng davlati Germaniyaga birinchisi 21 milyard dollarlik, ikkinchisi Amerika, uchinchisi Iroq, to'rtinchisi Angliya, beshinchisi Italiya, Rossiya, Fransiya, Ispaniya, Arab Amirligi, andan Gollandiya. Yani Xitoy yo'q. Yani bu yerda nima chiqdi deganda bu Türkiye Xitoydan 44 milyard dollarlik mal olgan bilan ularga qilgan eksporti 10ning ichida emas. Ya'ni 5 milyardga yaqin eksport qilgan. Demak, Xitoyning Turkiya bilan bo'lgan bu tijoratda Turkiya ziyon tortganlik. Shunga bu Xitoy bilan Turkiya munosabatining asosiy sababi iqtisod emas. Turkiya iqtisod uchun qilyapmaydi buni. Ya o türlü meblag salımız, bu türlü meblag salımız. Bu yerde hem de tekrar bana kengaytkil buludu. Ben bek işçi kirketkim yok çünkü iqtisodşünaslarning işi. Ama ben yani bazı noktalarında deb ötüp ketiş to'g'ri kelsa eğer. Mesela Türkiye ile Xitoyning eksport qiladigan mili o'xshash.
İkisinin dünyadaki en aldıda kildiğen türleriga qarasak, Türkiye neymiş kısa Xitay şunu kıldı. Mesela tekstil, food processing yani tamakını yemeklerini pişirip işleş, önce construction, chet ellerge çıkıp aydurum yoki başka kuruluş salgan şirketleri Türkiye'ninki güçlü hem de Avrupa'da. Bunun da Xitay mı güçlü? Şunun için Türkiye nimi mal satsa Xitay mı okşaş mal sattı degan gap. Bu ikisinin münasebeti şeriklik yoki stratejilik hamkorlik bo'lanmaydi. İkilisi energiya setip aldı, energiyaga muhtaç. Ama ikisinin ishlab chiqaradigan mili o'xshash degan gap, o'xshash malni ishlab chiqadi degan gap, bu ikki davlat bir-birisi bilan hamkorlashuvchi emas, bir-birisi bilan raqib bo'la oladi, raqib. Nihoyat oddiy raqib bo'ladi. Shunga Turkiya bilan Xitoyning munosabati, garchi bular strategik u bu deyotgan bo'lsa-mu, strategik munosabatga chiqolmaydi. Buning nimasi sababi bu ikkisidan bir-birisidan yani birisi ishlab chiqargan malni birisi ilib, bu ishlab chiqarganni oladigan bundaq tabiiy savdo munosabati shakllanmaydi bu ikkisining o'rtasida. Chunki ikkilisini yeydigan, sumirdigan narsasi o'xshash, ishlab chiqaradigan milimi o'xshash. Shuning bular amaliyotda bir-birisiga raqib. Endi bu yerda ko'rganimizdek Turkiyaning asosiy mal bozori Yevropa bilan Amerikaga mal sotadi. Xitoy bo'lsa asosli davlatlar Yevropa bilan Amerika bozoriga sotadi, ham dunyoga sotadi. Ammo yana bir o'xshamaydigan yeri Turkiya bu bir belbog' bir yo'l siyosati bilan Xitoy bilan birga kelishi amaliyotda o'zi bilan o'xshash mal sotadigan o'zining raqobatchisini o'zining bozoriga boshlab kirish, ya'ni Yevropaga miyat ko'rganlardek eksport qilgan 10 chung davlatning 9i Yevropa davlatlari, 8i. Buningga o'zining dushmanini boshlab kiryapti Turkiya. Demak, Türkiye bilan Xitoyning munosabati iqtisodiy nuqtadan qarasak biz tushunolmaymiz bu munosabatni. Chunki normalga va o'lchamga xilof bu ikkisining qilayotgan ishi. Qoidaga xilof ya'ni. O'zining raqobatchisi bilan hamkorlashyapti. Unda bo'lsa biz boshqa nuqtalardan qaraylik. Iqtisodiy munosabat eng asosiy munosabat emas bo'lsa, unda bo'lsa biz boshqa nuqtalardan qarasak, qaysi nuqtalardan qaray olamiz? Unda bo'lsa biz Hakan Fidanning yana degan gaplariga bir qarab bakaylı. Nimilen dedi Hakan Fidan. Birincisi, Xitoyga qarshi terrorlikni qo'llamaymiz dedi. Bu yerda mesaj udul biz doğruluk yani. Çünkü Xitoyga qarshi qo'shtirnoqlarcha terrorchidan Sharq Turkistonlikdan boshqasi yo'q. Zaten Xitoy boshqa terrorchi var demaydi. Xitoyga qarshi terrorlikni qo'llamaymiz degan Hakan Fidanning bu demoqchi bo'lgani nima demoqchi? Bunga elekirimiz. İkincisi, Jungo bilan başlatgan texnologiyalik proyektlarimiz var dedi. Her qaysi sohalardagi texnologiya proyektlarimiz var. Xitoy bilan birga yetmayotgan dedi. Bu yerda nima demoqchi Hakan Fidan? Bu yerga kiramiz. Andaki üçüncüsü, yeni adil dünya sistemisi dedi. Van Yuvel ko'rishga vaqtida. Bu nima demoqchi bu yerda? Mening Hakan Fidanning Sharq Turkistondagi ziyoratida uning Ko'kkalustiki, yoqimiz Qashqa, Turkiya, Qashqa, Urumchi deganini men o'zining Partiyaning Turkiyadagi qo'llovchilari uchun dedi deb qarayman. Hech qanday biz bilan hech qanday aloqasi yo'q, muhim emas deb qarayman. Ammo muhim gaplari mavi uchi deb qarayman. Nima uchun? Birinchisi, Xitoyga qarshi terrorlikni qo'llamaydi ekan Turkiya. Nimishqa bu nima demoqchi, bu nima degan gap bu? Deganda qarindoshlar, mening qarashim tuvandagisi. Men ekrandagi narsalar ko'rinyotidi bor. Men bu chiqarib qo'yganim YPG'ning, YPG'ning rasmi yani Suriyadagi Kürt qurolli kuchlarining. Ya'ni meningcha Turkiya bilan Xitoyning munosabatini yaqinlashtirishda, hozirgi davrda yaqinlashtirishdagi sabab abay deganimdek iqtisodiy sabab emas. Iqtisodiy jihatdan Xitoy bilan Turkiya bir-birisiga raqib amaliyotda. Ammo bexatarlik jihatdan Amerikaning hozir Suriyaga tishlab qo'ygan 75 mingga yaqin qurolli kuchi Turkiyani andishalantirmoqda. Ya'ni Turkiyaning Xitoyga yaqin ketishining sabablarining birinchisi menimcha bu. Ya'ni Kürtlarga bo'lgan Amerikaning YPG'ga bo'lgan qo'llashi. Unda bo'lsa Türkiye nima demoqchi? Biz Xitoyga qarshi terrorchilarni qo'llamaymiz deganda nima demoqchi? Ya'ni Xitoy biz Uyg'urlarni qo'llamaymiz, sen malani qo'llamaysan degan mesaj yani. Hatta
bularga karşı Amerika'nın bu Türkiye'ye karşı bu terörçülerini Amerika'nın korallandırışıga bolsa işkimiz bille karşı turaylı degan mesaj. Yani Xitayga Türkiye'ni yıkıllaştırıvatkini menimce Amerika'nın O'rta Şerqdeki mana bu siyaseti. Yani YPG. İkincisi, Xitay Türkiye bilen Hakan Fidan Xitay bilen bizning nima qilayotgan texnologik taraqqi qilayotgan texnologik türlerimiz bor dedi. Bu yerda endi Mao Salih Xudoyor qarinishimiz bu nuqtalarni bek tafsiliy so'zlab o'tdi. Shuning uchun men so'zlashimning hojati yo'q. 90'lı yıllardan tartib Türkiye o'rtasida, Xitoy bilan Türkiye o'rtasida munosabatlar barg'ansiri yiqilishyapti. Bu jarayonda Uyg'urlar qurbonlik ketgan ishlarmi bor. Buni men demsammi, Salih Xudoyor qarinishimiz asosan misollar bilan, oy, yil, kunlar bilan berib o'tdi. Endi bu yerda men 2000 yillardan keyingi shu 96 Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan keyin Turkiya texnik yaqinlashdi bularga 96 98 mi davlat baxshili Janziminga mukofot berdi Turkiyaning eng yaqin do'sti deb. Ondan keyin bu munosabatlar shundan mangan vaqtida mana ustidagi bu eski kona Farxudni ko'ryotamsizlarki qarindoshlar mana Farxudni ko'rindimi mavzuda. Bu Ukrainaning Sovetlar boshlaganda Ukrainaga tashlab qo'ygan nima Avyamatka. Bu Avyamatkani shu Xitoyning Tayvandagi bir shirkat setib, nima Almandagi bir shirkat setib olib, buni biz qimoxona qilamiz dengiz ustida, harbiy nas qilmaymiz deb buni epmeshni talab qildi. Ammo Bo'g'ozlarda Mondros kelishimi deb bir kelishim bor. Turkiyaning İstanbulning bo'g'ozidan o'tadigan paraxodlarning harbiy turiga qarab Turkiya o'ziga tahdid ko'rsa yoki o'zi to'g'ri ko'rmasa paraxodlarni o'tkazmaslik huquqi bor. Shuning bilan Turkiya bu aviamatka o'zisi bo'lmaydi, bo'g'ozda to'sib oladi 2001-yilda bo'g'ilayotgan ish. Shunda Xitoy bilan Xitoy bular deydi biz buni harbiy qilib ishlatmaymiz, biz buni qimoxona qilib ishlatamiz deydi. Turkiya ma'qul deydi. Shu bilan bu o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin albatta Xitoy u gapi yolg'on. Xitoyning Tunji Liaoning degan aviamatkasi shu eski Farxudni yasab o'zgartirdi, Sovetnikin buni hammaylar bo'ldi deb o'ylayman. Bu vaqtida Turkiyaning medialarida Turkiyaning hukumati va Xitoy bizni aldab ketdi degan shaklda buni medialarda xalqqa shundaq degan. Amaliyotda Xitoy bu Turkiyani aldab ketgan emas. Amaliyotda Xitoy bilan Turkiya o'rtasida kelishim tuzilgan. Taki 96-97dan boshlab Xitoyning boshqarilgan bombalari WJ-1 mitti nomerini unutib qoldim, kechirsizlar. Xato bo'lishi mumkin. Turkiyada yasash ruxsatini bergan Xitoylar. Ammo Mao aviamatkaning İstanbulning bo'g'zidan o'tib Xitoyga berib bu aviamatka qilishiga Turkiyaning yo'l qo'yishida Xitoy tarafining buningga bergan narsasi nima deganda Turkiyaning havo mudofaa sistemasi. Hozir Sper degan sistema. Buni Hisar A, ya'ni alçak irtifa deydi, tuvan Hisar O, o'rta irtifa, keyin Hisar U, uzun manzillik. Mushtaq 3 turlik tuvan, o'rta va yuqori irtifoliq, altitudlik. Turkiyaning butun hammasini qapsagan Isroiliyaning temir qubbasiga o'xshash Turkiyaning ashtaq projekti va Sper projekti. Bu projektiga texnologiya jihatdan yordam beryapti Xitoy. Bo'libmi aviamatka İstanbulning bo'g'zidan o'tib Xitoyga berilgandan keyin Xitoy bilan Turkiya o'rtasida shu boshqarilgan bomba havo mudofaa sistemasini birga taraqqiy qildirish, buningda Turkiyaga yordam qilish kelishim boshqa davlatlar o'rtasida. Shunga Hakan Fidanning Turkiya bilan texnologiya jihatda birga ipmeyotgan turlarimiz bor degan gapi nimishqa dedi. Men bu sababdan dedi deb qarayman qarindoshlar. Yo'q bo'lsa, ma sababdan demdim, ma sababdan. Shuning uchun Xitoy garchi Turkiya NATOning a'zosi bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan mandaq boshqarilgan bomba ikki turlik, birisi hujum xarakterlik, birisi mudofaa xarakterlik boshqarilgan bomba texnologiyasini Xitoyning elayotgan, Turkiyaning elayotgan davlati Xitoy qarindoshlar. Buni unutmaylik. Ondan keyin uchinchisi Hakan Fidanning degan yana bir gapi bor.
yeni adil dünya sistemi yoki adil sistema dedi. Yeni sistem. Bu yerda Hakan Fidanning demoqchi. Bu yerda demoqchi o'g'li mening qarshimda, hatto bunga bilib ko'rishganda Hakan Fidan buni ochiq dedi. Biz BRICS qo'shilamiz dedi. BRICSni hammalar biladi deb o'ylayman. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikani asos qilib 5 davlatning nimasi bilan qurilgan. Hozir yangidan davlatlar qo'shildi. Ma'yada qo'shilgan davlatlar 6 davlatni qo'shdi deb Argentina, Misr, İran, Saudi, Etiopiya bilan UAE bakam. Mana shunday BRICS kengayyotidir. Endi hozirgi analizchilarning deyishicha Turkiya iltimos qilsa o'sha yilning oxirigacha, ya'ni 2024-yili 12-oygacha rasmiy a'zo bo'lib kira oladi ekan. Endi bu cho'ng narsa. Ya'ni bu cho'ng masaladan yoki cho'ng tema. Taqib olgan Ko'kkalustiki yoki Qashqabil Turk shahri deganlari o palavra o'zining qo'llovchilari uchun so'ska. Ama bu yeni adil dünya sistemisi degeni bu asli ishning mevzusi bu. Yani gerçi Türkiye'nin Xitoy bilan bo'lgan munosabati unda oson munosabat emas. Bütün eksportini Yevropaga qilgan bir davlat, o'zi bilan o'xshash mal sotadigan, o'ziga bir raqib kelgan bir davlat bilan Xitoy bilan uzun vadede hamkorlasholmaslik kerak. Uzun vadede bu ikki davlatning bir-birisi bilan raqobatchi olib kelib ketish kerak. Ama bular uzun vadede, o'rta hatta uzun vadede yeni bir adil sistema degan narsani tanlab va bunga a'zo bo'lishga NATO'ning a'zosi Turkiya BRICS'ga a'zo bo'ladi. Agar bu bo'lsa, o vaqtida bundan keyingi dunyoning geostrategiyasi boshqa bir yerga o'tdi degan gap. Boshqa bir narsa bo'ladi. Undan keyin men burun degandim, bu 67-yili şu İsrailiya Palestin ama Araplar bilan İsrailiyaning urushi bo'lib Araplar yengilgandan keyin 73'te Mısırning Sinay urushi. Enver Sadatning İsrailiyaga urush qilib 5'ida g'alaba qilganda bilan keyin mag'lub bo'lgan. Işte ichinishlik ishlardan keyin Saudiya Arabistonda bir prezident bir emir chiqqan. Biz Qatar podshosi deymiz o. Faysal. Bu Faysal bütün g'arb davlatlarining hammasiga neft embargosi qo'ygan shu Falastin masalasidan keyin, shu urushdan keyin. Ondan keyin Islom ishbirligi tashkilotini qurgan odam shu Faysal edi. Ammo bu Faysalni Amerikaning CIA'ning tarbiyalagan shu Faysalning jiyani Amerikada aroqkesh nima shuni tarbiyalab bu Saudiyaning qiroli bo'lgan Faysalni o'zining jiyaniga otqizib etgan Amerika 73-yilda. U o'lgandan keyin 74-yili uning o'rniga chiqqan qochoq podsho bilan Amerikaning tuzgan bir kelishimi bor. Buni burunqi suhbatlarda dedim. Şu 73-yili bütün g'arb davlatlariga neft bermay, shu Faysal bütün mashinalar hammasi ko'chirib benzinsiz qolgan shunda vayron bir g'arbning iqtisodini bir krizisga kirgizib etgan ish bo'lgandan keyin u Faysal degan Saudiyaning qirolini qaslab o'ldirib etib Amerika uning o'rniga chiqqan qiroli bilan bir kelishim tuzildi. Bundan keyin neftni unda xohlagancha embargo qo'yolmaysa g'arbga yana bir moddasi bo'lsa bu neftni undan keyin Amerikaning dollariga satsan deydi. Ya'ni Amerika qancha pul bassimi, neft uni qarshiligini qilib Amerikada inflation, pul pahalıligi Amerika dollarida ko'maydi deb burun so'zlagandim. Ammo bu yil 2024-yil 6-oyning 9-kuni bo'lishi kerak. 50 yillik Saudiya bilan Amerikaning petrodollar kelishimining vaqti to'shdi. Tugadi. Shuning uchun hozir endi Saudiya Arabiston bundan keyin 6-oyning 9-dan boshlab Amerikaning dollari satamdi yoki yevro satamdi, qanchaligini Xitoyning yuaniga satamdi. Endi yangi kelishim bilan yangi kelishim tuzib oldiga menishi mumkin. Buningda endi Xitoyningki O'rta Sharqqa kirgan ta'siri deb men burunma bir so'zladim bu to'g'risida. Iran bilan Saudiyaning o'rtasida kelish tuguvchi bo'lib, bu ikkisining o'rtasini yumshatib, Xitoy kirgan bo'lsa O'rta Sharqqa ve Saudi dollarga satmaymiz bundan keyin yuannimi o'lishimiz degan bo'lsa, Xitoy xili bir yerga kelib qopti degandim bundan burungi bir analizimda. Xitoy bir yerga kelib qopti emas, Xitoy kelgusiga tayyorlikni qilib qopti qarindoshlar.
Şuna bu Saudiya bilan Amerikanın o'rtasidagi bu kelishimning vaqti to'shqan bo'lsa, 50 yillik kelishim. Endi Saudiya bilan Xitoy bundaki neftning 1/3ni dollarga sotamiz, 1/3ni yuanga, 1/3ni yevroga degan shaklda bir kelishim tuzdi deylik misolga. U vaqtida men burun deganimdek Amerikaning dollari hayotida ko'rib baxmagan inflatsionni ko'rdi. Amerikaning dollari bo'lgan ehtiyoj cho'kdi dunyoda va Amerika dollari tez suratda pahalashib ketdi. Bu yana bir tarafi yani. Mana bu ko'rininglar dunyodagi markaz bankalari Amerika dollarini rezerv tutadi. Mana oq siziqi dollar, seriq siziqi yevro. Bu 2001-yilda chiqarilgan 2024ni ko'rsatgan va 2024ni jiq o'zgarmadi. Yana qarasak, dunyodagi markaz bankalarining dollarni rezerv tutishi tushyotdi bo'lgan sira oq siziq tuvanga tushib, meyada yevroni ko'rsatibdi, yevro o'rlatdi. Undan keyin bir yil Yevropa 0.1% tushgan bo'ldi. Ammo umumiy nuqtadan qaraganda ikki turda. Birinchisi tashqi savdoda. Masalan, Rossiyaning embargolardan keyin Rossiya hozir o'zining rublesini ishlatishda qancha 30% chiqdi tashqi savdosidagi rublini ishlatishi. Dollardan keyin ancha tez tushyotdi. Xitoydimi, hatto Hindistonmi bunga qo'shilgandek, undan keyin BRICSmi hozir Amerika BRICS degan davlatlar o'zimizning pulini chiqaramiz kripto blockchain texnologiyasi ustida deb umum xabarlar chiqyotdi. Ya'ni demakchi o'g'lim petrodollarning davri tugagan bo'lsa, 50 yil to'shqan bo'lsa, tashqi savdoda Rossiya embargosidan qo'rqib ketgan davlatlar Rossiyaning assetlarini to'nglatdi-ku Amerikadagi boyliqlarni. Buningdan hamma davlat qo'rqib hozir Amerika dollari tutishdan chekinib chiqayotgan bo'lsa, buning qabay degandek petrodollarning vaqti to'shib umr qo'shilamasa, demak bundan keyin Amerika dollarining dunyoni boshqaradigan bir qoral bo'lish kuchi bundan keyin erishga boshlaydi tez suratda. Shunga Turkiyaniki BRICSga qo'shilamiz deyishida yangi dunyo sistemasi degan narsa amaliyotda Xitoyning bu Amerikaning dunyoga qo'ygan sistemasini o'rishiga yoki uni ojizlatishiga biz jiq fikrimiz yo'q degan gap bu. Hakan Fidanning degan. Uningdagi yana bir masala Mavu ekranda ko'rganlar 2016-ningki hozir 2024 texmi jiqib ketdi, Yevropa ham qo'shilib ketdi. Mayada ko'rganlardek yeshil ranglik davlatlar Falastinni qo'llaydi dunyoda. Avu sağışraq rangdagilar Isroilni qo'llaydi. Ya'ni Amerikaning yumshoq kuchi, G'arbning yumshoq kuchi hozir dunyoning 3/2si Amerikaning o inson haqlari bu degan gapiga ishonmaydi qarindoshlar. Buni mayli yani bular diktator desin Amerika, yoki bular alvasti desin, Putin yani bizning sharafsiz desin, ya Xi Jinping vampire desin, qonsumayguch desin, yoki Kim Jong Un degan bo'dak oqchi ko'kchi desin, nima desin. Ama dünyada bir reallik var. Falastin meselesinde bu Arap devletlerinin tutkan o'rni, tutkan yolu, ularning yumshoq kuchini, obrazini asosiy jihatdan qo'rqitib tüyteyip qoldi. Shunga hozir xalqaro munosabatlarda burun bir chiqqan hozir rasmiy bu narsaga tilga ilinishga boshladi. The West versus the West yani. Bundan burungi birinchi qitimliq huquq munosabatlar urushi Sovet ittifoqi Amerika o'rtasida emas, kommunizm bilan erkin davlat o'rtasida degan bir yumshoq kuch nimasi batdi. Va o'xshamaydigan yeri hozir qara. Amerikaning endi Xitoy batdi. Xitoy bilan Amerika birdi. Turkiya birdi. Arab davlatlari ikkiga bo'lingan Sovetni qo'llaydiganlar va Amerikaning qo'chaq podshohlari bo'ldi. Ammo bu qitimqi so'g'uq munosabatlar urushi bu hozir ikkinchi nusxasida Amerikaning endi Xitoy yo'q. Yani bu qitim Rus bilan Xitoy bir. Oldin qitim Amerika bilan Xitoy birlashib Rusga qarshi turdi. Bu qitim Xitoy bilan Rus bildi. Turkiya burunqidek Amerikaning atom bombasini Anqaraga qo'yib Moskvani qarshi qarg'aladigan Turkiya yo'q endi. Kuba boshqaruvi atom krizisi var bu. Kubaga Sovetlar atom bombasini qo'yib Washingtonni qarg'agandan keyin ular sakrab ketib kelishim amaliyotda Kubaga Sovetlar qo'yishining o natija, o sabab
Amerika Türkiye'ye koygan nimeni qarı qilib Moskvani. Ama bu qitim Türkiye mi yok o Amerika'nın yadro koralı bilen Moskvani qarı qaldırdı. Bu qitim İslam dünyası da Amerika'nın koçak padişahları mı burunqidek yok. Çünkü hazır koçak padişahlar petrodolar kelişimi tügüdü dep Xitay tarafga ötüşkü başladı. Latin Amerika'sını görünler ya da Afrika'nı görünler. Hatta ma xarit 2016'nın o qaşqı manada yok. Hazır Avrupa'da İspanya, Norvegiya degan devletlermi manada yeşilge özgergildi. Yani Arap taşlap bu Palestin meselesi de yani yumuşak güç meselesi de maya koydu. Onundaki yana bir narsa bana tayyorlığa vaqtim tek neticesi çıkmagan, şunu işçi koyanmadım. Avrupa'daki saylamlar aşırı oňçular, milletçiler, ulusçular, hatta iraqçılarning bütün Avrupa'da bunda galba qilishi vallahi 2012 yıldan yağı devatime Avrupa'da Fransiyada Le Pen dep bir ayal var. Aşı ayal Avrupa İttifakını tügütüdü ahirini. Avrupa İttifakı tügeydi azıcık menşide. 2012 yıldan beri bunu devatime jıqlaryň lagym dedim ayrım sözleşkende. Minem devat qildim şu teqerimdaşlar. Avrupa'da kötürülüp atkan en yumuşak bir ulusçuluk, onundan kattığı milletçilik, onundan kattığı irqçilik bu näse Avrupaga faşizmni qaytadan ekilidi. Hemmisi yani Fransiyada Le Pen, xuddi Angliyada Nigel Farage nimeni Britaniýany Avrupa İttifakçysyna açyp ketken UKIP degan partiýanyň nimisi o Nigel Farage. Şu Nigel Farage'dan başka nusxalary var. Fransiyada Le Pen var. İtaliyada zaten hanım var. Mussolini'nin heveskari, faşist. Şunun için bu Avrupa'da kötülüp atkan faşizm hazır ma haritidi kögünaladak bu Avrupa'da bu ren Avrupa miye sağıştırdığı yana okşaş. Miyani alıcıpa kılıyordu. Çünkü Avrupa'nın tarihi şu. Avrupalıklarının kılışka en usta işi birbirini kesiş degendim ben bunu. Avrupa'nın 2500 yıllık tarihinde en cık olan neyse uruş. Onun önce koygan näse yok Avrupa'nın korkulukda. Şu ötke 70-80 yıl, İkinci Dünya Uruşu'dan boyu boğan şu 80 yıl bulaydı mı? 79 yıl. Avrupa tarihindeki uzun teşlik dep atıldı. Çünkü Avrupa'da davamlı iqtisad naçarlaşkan vaxtıda birinci olup köşmellerini, kartelliklerini, musulmanlarını, aslallıklarını yani okşaş cinsliklerini, cipsilerini, sigallarını bulanı çetki kapıdı birinci olup. İşte faşizm götürülge vaxtıda. Ulanı çetki qıqmış iqtisadның sebäbi muş köşmeller, muş musulmanlar, muş okşaş cinslikler, sigallar o bolada bulanı çetki qıqıp urup desep qıp bolgandikin, hatta ulanı qoğlap bolgandikin kelgen yerlerge. Ondaki Avrupalıklarning qıldığı işi bir-birisini kesiş. Bu Avrupa'nın tarihi aşındaqlar. Şunun üçün hazır Avrupa yenesle qaytyp atamdy. Faşizm qaytada örlädi Avrupada, milletçilik, irqçilik. Endi aldığımızdaki rekabette mana dünya işki bölünüp atkan harita desek Avrupa kançpa çöküdü ve bu nimede bu rekabette Garip devletlerinin Xitayny utalyşı mümkün mü? Onun üstüge hazır resmi bir terim gaylandı bu halkara münasibetlerde. The West versus the Rest. Yani garip dünyadaki hemmisiga karşı garip. Bunu İtalyanın Milonilge ayal. Ben ondan näsini tonymaymadım. G7'de de bir garipden 7 döwlet bir ýekilip dünýäni bahalap oýnaýdygan jygynyga bu qitim 24 döwletni teklip kıldy Islami kilanlar. Bu garip dünýäge karşı garip ayrım degen bu the West versus the Rest degen näseni biz bunu rast kıp koysak olmaýdy. Çünkü rast kıp koysa maglup bolady garip. Şunun üçün Hakan Fidan'ın ziyareti mana muşundaq arxı görünüşlerde bütün dünyanın geostrategiyasida en addilaştırıp qısqartılgan vaqtida meni qısqartalığını muşunçı boldy qarindaşlar. Muşundaq bir arxı görünüşdeki vaziyette Xitay ziyaret qildi. Şunun üçün xulas kalamymyzdy qylaýly. Birincisi Türkiye-Xitay münasibetlerini strategik derejege kötürlenişi nataýyn bolgan kıyınçılık köp bir münasibet. Yani Xitay bilen Türkiýanyň münasibeti stratejilik hemkarlık demesiga çıkışı tez. Çünkü iktisat cihetinde ikisi bir-birisiga rakip. Ama hazır Türkiye ve Xitayning bir-birisiga yıkılışı ama üstüde kögünümüzdek Türkiye'nin bexaterligi, xavfsizligi bulup Amerika'nın
hem Gretsiya tarafga Dede Ağaç'a neçe minglab tankı bilen askere girişi hem Türkiye'nin şarkıda, Suriye çevresinde, Irak'ta bu Kürtlerini korallandırıp Türkiye'nin iki taraftan kanatlı kısmen degeni Türkiye'ye xavfsizlik endişesi payda kılışka Rusya bilen Xitayga hamkorlashishga mecbur kaldı deb qarayman şahsen ben. Ondan keyin kuch tengpunktligi, mana o'rta sharqdagi kuch tengpunkligida Amerika jiqyalardan chekinib bo'shliq yaratyapti vakuum. Bunda xalqaro munosabatlarda rayonlar bo'shliq ko'tarmaydi, vakuum ko'tarmaydi. Birisi bo'shliq yaratqachga uni yana birisi to'liqlaydi. Shuning uchun bu bo'shliqni talashish uchun bu yerda Amerikaga qarshi qadam ilishga majbur Turkiya. Xitoy bilan Rossiya bilan hamkorlashib turib. Ondan keyin Amerika hegemoniyasini ajizlatish. Yani Amerika'nı ben sözlep ötükettim. Amerika dünyavi cahangir bir küş, yani bir hegemonik bir küş. Hem de devletke sen mena diginimle kılsa deydiğin güçlerini biz hegemonik güç deymiz. Bu boyun turuktan Amerika'nın hegemoniyasının çıkış için inciklayatkan, tırışıvatkan nimeler köp, devletler köp. Bunun birisi Türkiye. Şuna hazır diginimdek xavfsizligi Türkiye'nin, ondan O'rta Sharqdagi kuch tengpunklikdagi yangi vakuumning yaratgan yangi vaziyati, ondan Amerika hegemoniyasining ajizlashishining Turkiyaga bo'lgan manfaati mushu uch narsani asosiy sabab qilib Xitoy bilan yiqilishib menyapti deb qarayman Turkiya. Ondan keyin Turkiya-Xitoy munosabatlarida Uyg'ur yo Sharq Turkiston masalasi gilamning ostiga etib o'tilgan masala qarindoshlar. Bu yerda hech o'zinglarni aldimanglar. Bundan 5 yıl burun Türkiye'de muşul ailem nerede deb dava qilgan qarindoshlar biz bir harakat qilsak, Türkiye hükümetini ya Türkiye'ni harakatga keltirsak, işte namoyishlarni pul oldik degan vaqtida men degandim. Beshinglarni tosh ursanglarmi Türkiye ishini qilib bermaydi deb. Türkiye bilan Xitoy munosabatlarida Uyg'ur va Sharq Turkiston masalasi gilamning ostiga tashlab etilgani taxminan bir 10-15 yil bo'ldi qarindoshlar. Oldimizdagi 10-15 yildami Turkiyadan Uyg'urlarga vafo kelmaydi. Bunu bu kadar uçuktay. Türkiye'den Uygurlarga aldığımızdaki 10-15 yılda vapa kelmeydi. Tamam, bunu unutmanglar. Çünkü nima uchun? Eng oddiysi 30 ming odamga iqomat berish degancha bir imzo bilan tugaydi millatda. 30 ming odamga iqomat bermay so'rab yurgan bo'lsa, bu Xitoy bilan bo'lgan bir hamda hamma ko'zir bo'lmaydi, buni ba'zilar xafa bo'lib ketdi, to'g'ri. Hamma ko'ziri u bo'lmaydi davlatning. Turkiyadagi bir davlatning butun ko'ziri bu Uyg'urlar bilanmi? Boshqa ko'zirlar ham bo'ldi. Ammo Uyg'urlarmi shu ko'zirlarning birisi. Shuning uchun bizni quyruqmay qilib esib qo'yib, vijdondan shilib setayotgan ish hozirgi ish. Shunga bu yerda Turkiyadan hozir Xitoy munosabatlarida umid kutish, bu yerda vafo kutish, yaxshilik kutish, bu bizning texi ko'k galstuk taqaganda Qashqarni tilg'abdi degandek ahmoqona bolalarcha gaplar o'zimizning teximchi ziyon tortishimizga sabab bo'ladi xolos. Endi bu yerda eng asosiy masalaning yani biz tarafdagi masala nima deganda Turkiyadagi tashkilotlarimiz Sharq Turkistonlikning tashkilotimi o'qitishlar. Ya'ni uch Xitoyga berib shunchalar so'zlarni qilyapsa, bizning Sharq Turkistonliklarning Turkiyadagi tashkilotlarining u dopchili bu manda da'vatida bu yana ilahi gapga ketimiz bo'doqchilik va ko'tarishga. Unda qilish emas, aslida bir qarshi ovoz chiqish kerak. Ey Erdo'g'on